Bizni anchadan beri kuzatib yurganlar biladiki, biz nafaqat noldan loyiha qilamiz, balki hozirda qurilishi yakunlanmagan obyektlarni qayta rekonstruksiya qilamiz yoki masalan fundament qismi qilingan bo'lsa, uni yakunlab oxirgi dizaynni va planirovkalarni chiqarib beramiz. Navbatdagi loyihamiz ham xuddi mana shunday qaytadan rekonstruksiya qilinadigan loyihalar sirasiga kiradi. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingiz Kamina Mehroj va kadr ortida quruvchi o'z jamoasi. Loyihamizning umumiy o'lchami 10 metrga 12 metrni tashkil qilib, hozirgi holatda fundament qismi qilib bo'lingan. Bizga esa mijozimiz mana shu fundamentni ustidagi planirovkani qaytadan demak, planirovkasini o'zgartirishni hamda fasad qismlariga qo'shimcha dizayn ishlab va qo'shimchasiga navis qismini qo'shib berishni so'rab murojaat qilgan. Biz esa buni qo'limizdan kelgancha qilib berganmiz. Sizga ham qiziq bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz va video davomida hamma tafsilotlarni aytib o'tamiz. Undan oldin esa do'stlar, ko'rib turgan kontentingiz o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Bu uchun albatta bizni qo'llab-quvvatlashingiz zarur bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash mutlaqo bepul, shunchaki pastda like tugmachasi bor. Like bosishingiz mumkin. Agar juda ham yoqmay qoladigan bo'lsak, dislike bosib qo'ysangiz ham xafa bo'lmaymiz va kommentariyada shunchaki bir fikringizni qoldirib qo'ysangiz yoki mana shu uyimiz haqida o'zingizni fikringizni qoldirsangiz, hammasiga javob bera olmasak ham, lekin kommentariyalarni birma-bir hammasini o'qib chiqamiz. Bizda hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz albatta afsuslanmaysiz. Agarda faoliyatimiz bilan yanada yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram hamda Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz ham mumkin. Telegram va Instagram kanallarimiz silgasi esa pastda opisaniyada qoldirib ketilgan. Endi esa biz boshlaymiz. Avvalambor albatta uyimizning ko'cha tomon o'lchamlaridan boshlaymiz. Ko'cha tomon ko'rib turganimizning umumiy uzunligi 30 metrni tashkil qiladi. Uchastkamiz eniga esa 16 metr 40 santimetrdan iborat. Bu degani mana shu loyihamizni bemalol 5 sotixli yer maydoniga joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, chap tarafda darvozaxona qismimiz qoldirib ketilgan, o'rtada esa ichkariga kirish uchun kalitkamiz ham mavjud. Uyimizning tashqarida esa o'ziga yarasha kattalikda yashil zona ham qoldirib ketilgan. Darvozaxonamizdan ichkariga kirganimizdan so'ng esa bu yerni biz to'liq navis qilib mo'ljallab qo'yganmiz. Bemalol 3 ta 4 ta mashinani joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari esa to'g'riga yozgi oshxonani ham xuddi mana shunday chiroyli qilib qo'yib ketsak bo'ladi do'stlar. Buni oldida esa tapchan qoldirib ketilgan. O'rtada esa landshaftniy zonamiz. Hovlimizning qoq markazida bitta fontan qo'yilib ketilgan, ikki tomonda esa azeleniya uchun joy qoldirib ketilgan. Uyimizning chap tomonida esa yana qo'shimcha daraxtlar ekish uchun joy qoldirib ketilgan bo'lsa, o'ng tarafi esa devorga tiqib mo'ljallab ketilgan. Mana shu joyda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, fundamentimiz juda baland, 1 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. Agar biz bunga to'g'ridan to'g'ri zinani olib tushadigan bo'lsak, hovlimizni naq o'rtasigacha keladi va dizayni anchagina xunuk chiqishi mumkin. Biz esa bunga quyidagicha ishlov berib, o'zgartirish kiritib qo'ydik. Ya'ni zinamiz xuddi mana shunday o'rtadan yuqoriga ko'tariladi. Bu yerda dam olish uchun alohida plashatka mavjud va shunaqasiga ikki tomondan spiral shaklda yana aylanib o'rtaga chiqiladi. O'rtada esa uyimizning kirish eshigi qoldirib ketilgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, uyimizning fasad qismi 10 metrdan iborat. Ko'rib turgan mana shu ikki tabaqalik eshigimizdan ichkariga kirganimizdan so'ng esa bu yerda kattagina holimiz qoldirib ketilgan. Holimiz nafaqat oilaviy, balki qarindoshlar kelganda ham yig'ilib o'tirish uchun anchagina keng qilib mo'ljallab ketilgan. Va albatta holimizni to'g'risida o'ng tarafdagi birinchi xonamiz bizni yotoqxonamizga tegishli bo'lib, yotoqxonamizning bitta derazasi uyimizning ko'cha tarafiga qaratib ketilgan bo'lsa, bitta derazasi esa uyimizning hovli tomoniga qaratib o'tilgan. Bu xonamizning orqa tarafida ham albatta yana bitta xonamiz mavjud va bu ham bizni yotoqxonamiz bo'lib, bu xonamiz bolalar uchun ajratilgan yotoqxona desak to'g'riroq bo'ladi. Bolalar yotoqxonasining derazasi ham uyimizning orqa tarafiga
ya'ni uyimizning yon tarafiga desak to'g'riroq bo'ladi, ko'cha tomoniga qaratib ketilgan. Va bu yotoqxonaning orqa tomonida ham yana bitta kattagina yotoqxona qismimiz qoldirib ketilgan. Uy egasining xohishiga ko'ra havo aylanishi ko'proq bo'lishi zarur, bizga kattaroq derazalar, yorug'roq xonalar kerak deganligi uchun ikki tomondan ham derazalarni qoldirib ketganmiz. Va albatta ko'cha tomonda qoldirilgan derazalar fasadimizga ham anchagina ijobiy ta'sir o'tkazadi do'stlar. Eshigimizdan qaytib chiqamiz va to'g'rida koridorimizni to'g'risida bizni alohida sanuzelimiz, ya'ni umumiy sanuzelimiz joylashtirib ketilgan do'stlar. Sanuzelimizni o'ng tomonida esa eng so'nggi xonamiz, oshxonamiz qoldirib ketilgan bo'lib, oshxonamizni kengligini ko'rishingiz mumkin. Aytmoqchimanki, bemalol ichkarida tamaddi qilishingiz ham mumkin. Uning ustiga bemalol taom tayyorlashga ham yetarli joy qoldirib ketilgan. Uyimizning yon tarafida esa yashil maydonga ham joy ajratib ketilgan do'stlar. Xuddi mana shu joyda yana bir narsani tushuntirib o'tishimiz zarur, ya'ni hovlimizdan tashqariga, ya'ni yon tarafga chiqadigan bo'lsak, yon tarafimizda balkon qismi qoldirilgan bo'lib, uy egasining xohishiga ko'ra bu yerga demak holdan chiqish uchun mo'ljallab ketilgan. Ishdan charchab kelganda, agarda sizni ham yeringiz katta bo'lsa, chiqib toza havodan bahra olib, mazza qilib, bir chashka kofe ichib dam olsangiz ham ayni muddao bo'ladi deb o'ylayman. Endi esa do'stlar, uyimiz faqatgina bitta qavatdan iborat emas. Fundamentimiz baland qo'yilganligi sababli pastni ham to'liq foydalanish uchun mo'ljallab ketganmiz. Pastga tushganimizda bizni kattagina mehmonxona qarshi oladi desak ham bo'ladi. Bu mehmonxonamizga uyimizni tashqi tarafidan ham kirsa bo'ladi, ichkaridan holdan ham pastga tushsa bo'ladi. Ya'ni ko'rib turgan mehmonxonamizni biz tashqaridagi eshigimiz to'g'ridan to'g'ri kiradi, podvalimiz hech umuman yerni ostiga kirmagan, hammasi yerni ustida. Buni biz shunday bo'lishini xohlamaganmiz, lekin hozirgi holatda shunday. Biz esa planirovkalariga qo'shimcha taklif berib, qaysidir ma'noda o'zgartirib, demak, qaytadan taxlab chiqqanmiz. Ko'rishingiz mumkin, demak, hozir bu yerda bitta odamning boshi tegmaydi, adashmasam, balandligi 2 metrga yaqin. O'lchamlarni aytishda qandaydir ozgina xato yoki kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin sizga mana shu loyihamizning aniq chizmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi raqamlar xizmatingizga muntazir, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bu mehmonxonadan keyin esa mehmonxonamizning orqa tarafida, ya'ni zinadan tushganimizdan so'ng chap tarafda yana bitta eshigimiz bor. Bu bizni basseynimizga olib kiradi. Basseynimiz anchagina keng bo'lib, basseynimizni yonboshida alohida yana sanuzel hamda parilkalari uchun ham xona ajratib ketilgan do'stlar. Va bu basseynimizga tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Umumiy holatda xuddi mana shunday ko'rinishga ega. Ya'ni tashqaridan to'g'ridan to'g'ri demak kiradigan bo'lsak, bittasi basseynga olib kiradi bitta eshigimiz, yana bitta eshigimiz esa bizni mehmonxonamiz sari yetaklaydi. Hamma xonamizni qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tdik do'stlar. Bugun sizlar bilan qisqacha mana shu loyihamizni birgalikda ko'rib o'tdik. Loyihamiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta bizdan uzoqlashmang. Eng so'nggi va zamonaviy tipdagi loyihalarni faqat bizda kuzatib boring. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.